Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchilar. Mana biz yana bir obyektimizga Namangan viloyati Pop shahriga yetib keldik. Biz bu joydan masjidga darvoza qilamiz. Xo'p. Sirkullar qiyshiq bo'lganligi uchun joyida kelib shablonini oldik. Devorga yopishtirgan holatda. Xo'p. Bugungi sanamiz 3-may 11-may sanasigacha qo'yib berishga gaplashdik. Xudo xolasa qolgan videolarni ham shu 11-may kuni qo'yib topshirib videoga olib qo'yib beramiz sizlarga. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Tilla bo'lgan hammasi. Hop. Listlarimiz 2lik qalinligi. Profillarimiz 3x3 qalinligi 1.7 senki. Hop. Darvozamiz ramkasi 8x4 2.1 senki. Darvozamiz ochilib yopilishlari yengil. Sharner 3 tadan qo'yilgan. Bir tomonga kelganda mana bu yerga kirgizib qo'yiladi, shamolda ochilib yopilib ketmasligi uchun. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilishlari mumkin. Pastga nomer qo'yib qo'yamiz.